Assalomu alaykum hammaga. Hop, bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugun sizlar bilan Xudo xolasa, xo'sh, vektorlar mavzusini gaplashamiz. Bu fizikani juda ham muhim bo'lgan mavzulardan biri hisoblanadi. Hop, ko'p gapirmayman. Mana o'zi doskaga yozib qo'yganman vektorlar mavzusini. Hop, ko'rib turibsizlar. Bugun shu mavzuni Xudo xolasa sizlar bilan gaplashamiz. Kayfiyatlar yaxshi bo'lsa, tayyor bo'lsalaring, boshlaymiz. Hop, demak, yaxshi deb o'ylayman hammasi. Sizlar yana o'sha nima deydi, fizikani o'rganish uchun juda ham bir nima bilan, katta qiziqish bilan o'tiribsizlar degan umiddaman. Xo'p, demak, mavzuni yozinglar va ko'p gapirmasdan mavzuni boshlaymiz. Ketdik. Hop, mikrofonga qarab turaman endi. Boshladik bo'lmasa. Hop, vektorlar o'zi nimaga kerak? Nima u deb o'tirgan bo'lsalaring kerak, to'g'rimi? Hop, hozir o'shani nima qilamiz? Sizlar bilan Xudo xolasa, tushunarli usulda va sodda nimada hop gaplashamiz Xudo xolasa. Hop, bu mavzuni zo'r tushunib olasizlar, nasib qilsa. Hop. Yozinglar mavzuni vektorlar. Xo'sh. Bir nomer qo'yib turib yozamiz. Vektor o'zi nima? Shu haqida gaplashib olaylik. Vektor o'zi nima degani bu? Hop, shunga birinchi nima qilib olamiz? Ta'rif berib olamiz. Har safargi ishimiz. Hop, sizlar nima qilasizlar? Daftarlaringga hop yozib qo'yasizlar. Vektor deb turib, tire qo'yib yozinglar. Xo'sh. Yozinglar. Vektor bu. Vektor tire qo'ydilaring yozyapsizlar. Yo'nalishga ega bo'lgan kesma. Vektor yo'nalishga ega bo'lgan kesma. Yo'nalishga ega bo'lgan kesma. Mana. Hop, kesma bilamiz. Ikki tomon nima qilingan bo'ladi? Chegaralangan bo'ladi. Mana ikki tomon chegaralangan. Hop, to'g'ri chiziq mana kesma bo'ladi. Endi aytyapsizki, biz agar shunga nima qilib qo'yishimiz kerak ekan? Yo'nalish qo'yib qo'yishimiz kerak ekan. Shunga yo'nalish qo'yib qo'ysak, bu nimaga aylanar ekan? Vektorga aylanar ekan. Mana yo'nalish qo'yapsiz. Mana bir tomoniga nima qilib qo'ydim? Mana strelka qo'yib qo'ydim. Ya'ni bu yo'nalishga nima bo'lib qoldi? Ega bo'lib qoldi. Ya'ni ma'lum bir tomonga yo'naltirilib qoldi endi bu kesmamiz. Shuning uchun bu nimaga aylanib qoldi endi? Ana vektorga aylanib qoldi. Endi buni nimasi bo'lish kerak? Hop, nomi bo'lish kerak, to'g'rimi? Hammani ham nimasi bor? O'zini atalishi bor. Misol uchun umumiy holatda odamlarda ham o'zini hammasini ismi bor-ku, to'g'rimi? Hop, hammasini biz umumiy holatda olib turib odam demaymiz-ku, to'g'rimi? Shunaqami? Albatta shunaqa. Endi demak, buni ham hammasini umumiy holatda vektor deb ketalmaymiz-da. Ya'ni o'sha vektorlarga ham hammasiga nima qilishimiz kerak? Hop, nom qo'yishimiz kerak, nomlab chiqamiz demak. Bo'laveradimi? Hop, shuning uchun bu vektorlarimizni nima qilishimiz kerak ekan? Nomlashimiz kerak. Biz vektorlarni lotin alifbosining kichik harflari bilan nomlaymiz. Tushunarlimi, tushunmayapsizlarmi? Lotin alifbosining kichik harflari bilan nomlaymiz. Hop. Shunaqa. Demak, biz bu vektorni aytaylik, nima deymiz? Mana A vektor deb ataymiz. Ya'ni lotin alifbosida A bor, A harfi kichik lotin alifbosining kichik harflari bilan belgilaymiz va tepasiga strelka qo'yib qo'yamiz. Bu strelkamiz buning vektor ekanligini nima qiladi? Bildirib turadi. Ya'ni A vektor deb mana yozib qo'ydik. Ya'ni bu vektorimiz nomi A vektor bo'ladi. Tushunarligi? Hop, tushungan bo'lsalaring yaxshi. Hop, endi ikkinchisi. Hop, endi gaplashamiz sizlar bilan. Demak, keyingi tushunchamiz vektor hop moduli. Vektor moduli. Xo'sh. Vektor moduli. Mana yozdik, teriya qo'ydik. Yozinglar daftarlaringga. Vektor moduli deb. Hop, yozdilaringlar. Hop, berilgan vektorning uzunligi. Vektor moduli teriya qo'yib yozdilaring. Berilgan vektorning uzunligi. Xo'sh. Berilgan vektorning uzunligi. Yozdilaringlar. Hop, bu berilgan vektorning uzunligi. Bu nima degani endi? Hop, shu haqida endi nima qilamiz? Gaplashamiz. Demak, boshladik. Mana bu vektorni ko'rib turibsizlar. Xo'sh. Hop, mana bundan oldin bir narsani gaplashib beraylik. Bu vektor modulini qanday belgilaymiz? Mana bunaqa modulga olib turib, A vektorini yozib turib, ikkita tomoni mana ikkita
tayoqcha tushirib qo'ysak, ya'ni shu berilgan vektorning moduli hisoblanadi. Xo'p, tushunyapsizlarmi? Ya'ni belgilanish yoki oddiy jaydari qilib o'zimizga oson qilib, qulay qilib jaydari demaylik, oddiy qilib belgilasak, A qilib belgilasak bo'lar. Men misol ko'pincha holatda A qilib ketaman. Tushunyapsizlarmi? Osonroq bo'ladi-da. Endi anaqa qilib strelkalar qo'yib nima qilib o'tirmaymiz. Endi ana bu qo'limdagi chizgichni ko'rib turibsizlar. Endi biz bu orqali nima qilamiz? O'sha vektorni nima qilamiz? Uzunligini o'lchasak bo'ladi. Ana shu holatda misol uchun bu vektorni mana shu chizgich orqali uzunligini nima qilsam bo'ladi? Men o'lchasam bo'ladi. Xo'p, shunaqa gaplar. Endi bizda odatda masalalarda yoki testlarda qanday qilib beradi bu vektorni? Hop, bu vektorni beradi. Bu vektorda odatda mana bunaqangi son o'qlarida yoki koordinata o'qlarida tasvirlab beradi. Tushunyapsizlarmi? Hop, o'sha holatda vektor modulini qanday topishimizni hozir gaplashamiz. Mana son o'qi, ya'ni x o'qi bilamiz, son o'qini. Hop, mana A vektori berilgan, ixtiyoriy vektor bo'lishi mumkin. Uni C vektor desangiz ham bo'laveradi. Uni ahamiyati yo'q hozir bu yerda. Hop, vektorimizni mana ko'rib turgan bo'lsalaring, hop, boshlanish nuqtasi bor va hop, ana bu strelkali nimasi bor? Joyi bor, to'g'rimi? Hop, mana hozir o'shana joyini yozamiz. Mana vektorning boshi. Hop, endi boshlanish nuqtasi. Hozir mana boshqa endi iloji bo'lsa ko'rsatamiz. Endi kamerada qanday ko'rinyapti? Sizlar baho berasizlar endi bunga. Hop. Demak, vektor boshi mana shu joy vektor boshi bo'ladi. Vektor boshi. Hop, ana shapkacha kiygan joy yoki strelkali joyi bu vektor oxiri deb ataladi. Vektor oxiri. Tushunyapsizlarmi? Vektor oxiri deb atab qo'yamiz-da o'sha joyni. Vektor oxiri. Mana vektor oxiri. Oq qo'ydim yoki oxiri mana oxir deb yozib qo'ydim mana. Vektor oxiri. Tushunarlimi? Hop, vektor oxiri. Endi biz bu vektorning uzunligini topish uchun nima qilamiz? Vektor uzunligini topish uchun mana hozir yozamiz. To'xtatib turinglar. Adashib ketdim mana shu joyda. Hop, adashganim yo'q. Mana yozilishini aytmoqchiman. Bunaqa qilib yozmoqchi, belgilamoqchi ba'zida mana o'chirib tashlayapman mana. Hop, nima qilamiz endi? Mana yozyapmiz. A vektor ning moduli, ya'ni uzunligi. Buni topish uchun hop vektor oxiri koordinatasidan vektor bosh koordinatasini ayirib tashlaymiz. X degani vektor oxirining nimasi? Koordinatasi. Koordinatasi kitob bo'ladi. Xato yozmanglar. Hop. Vektor koordinatasi, vektor oxirining. X0 degani vektor boshining koordinatasi. Vektor boshining koordinatasi. Hop, tushunarlimi? Vektor boshining koordinatasi bo'lar ekan. Vektor boshining koordinatasi. Hop, x vektor oxirining koordinatasi, x0 vektor boshining koordinatasi. Hop, bizning masalamizda e'tibor bersalaring, hop, vektorning hop oxirgi nuqtasi 5 degan nuqtada turibdi ekan. Hop, vektorning boshi esa 0 degan nuqtada turibdi. Buning uzunligini topish uchun x dan x0 ni ayiramiz, ya'ni 5 dan 0 ni ayiramiz. Xo'sh, 5 dan 0 ni ayiradigan bo'lsak, bizda vektorning uzunligi 5 chiqar ekan. Endi bu qanaqangi birlikdaligi ham bog'liq. Hozir biz birligi bizga qiziq emas. Shunchaki biz modulini hop shu koordinatada berilganda qanday qilib topish kerakligini uni ko'rib chiqdik endi. Hop, endi keyingi tushunchamizga o'tsak ham bo'laveradi, adashmasam. Xo'sh, shunaqa gaplar. Hop, endi keyingi tushunchaga o'taveramiz. Xo'sh. 3. Hop, endi vektor proyeksiyasi haqida nima qilamiz? Gaplashamiz. Vektor proyeksiyasi. Endi o'zi vektor proyeksiyasini ikkinchida gaplashishimiz kerak edi. Nimagadir endi uchinchida gaplashyapmiz. Mayli, buni nimasi yo'q, ahamiyati yo'q. Xo'sh. Vektor proyeksiyasi. Yozinglar. Vektor proyeksiyasi teriga qo'yib, ta'rif berib qo'yamiz birinchi, keyin mana gaplashamiz doskada. Vektor proyeksiyasi. Yozinglar. Hop, berilgan vektorning koordinata o'qlaridagi tashkil etuvchisi. Vektorning berilgan vektorning koordinata o'qlaridagi tashkil etuvchisi. Berilgan vektorning koordinata o'qlaridagi tashkil etuvchisi. Yozdilaringmi? Vektor proyeksiyasi nima degani?
va buni qanday harflar bilan belgilanishini hop birinchi yozib qo'yamiz. Mana AX va mana bu BX deb yozib qo'ydim. Mana hop bularni hozir nima ekanligini hop tushuntiraman. Hop buning uchun biz nima qilamiz? Yana o'sha son o'qidan foydalanamiz va bitta vektorni olib hozir nima qilib beraman? Tushuntirib beraman sizlarga mana. Hop birinchi o'rin proyeksiya nimaligini bilamiz. Proyeksiya degani soya degani, to'g'rimi? Soya bu yorug'lik nurini yetib bormaydigan qismi. Mana bu hozir doskaga e'tibor bersalar, qo'limiz soyasi nima bo'lyapti? Qolyapti. Hop, endi ketib qoldim. Qayerga ketdimmi? Hop. Yana ovozsiz yozilib qolibdi, to'g'risi. Shunaqa muammo bo'lib qoldi. E'tibor bermaysizlar. Hop, mana. Xullas, ana devorda qaranglar, arqamda nima turibdi ekan o'zi. Soya ham turibdi ekan, devorda, yashil devorda ko'ryapsizlarmi? O'sha ham soyada, ya'ni yorug'lik nuri yetib bormaydigan qism nima bo'lar ekan? Soya bo'lar ekan. Mana yozayotganimni ham misol e'tibor bersalar, qo'limi soyasi hosil bo'lyapti doskada. O'sha ham nima bo'ladi? Hop, proyeksiya bo'ladi-da. Hop, demak, mana son o'qini chizdik. Hop, bu joyga mana hozir nima qilamiz? Mana son o'qini belgilab chiqyapman. 1 2 3 4 5 xullas raqamlab chiqyapman. Mana shu joyga hozir bitta hop nima chizaman? Vektor chizaman va uning nimasini ko'rsataman sizlarga, soyasi, ya'ni proyeksiyasini qanday qilib topish kerakligini ko'rsataman. Mana hozir Xudo xolasa qarab turinglar. Xo'sh. E'tibor bersalaring, vektorni chizdim. Hop, ko'rib turibsizlar. Bu vektorni ixtiyoriy bir harf bilan belgilab olamiz. Ya'ni bilasizlar, A, B, S, D, ya'ni lotin alifbosining kichik harflari bilan belgilar edik. Demak, hop, endi bir narsalar dedim o'shda endi. Hop, shu gaplarni gapirganman. O'zim bilaman-ku, to'g'ri nimani gapirganim. Mana bu joy vektor nimasi? Boshi, undan oldin mana tepadan nima qilishimiz kerak? Soyani topish uchun yorug'lik tushirishimiz kerak. Tepadan fonarimizni olib, fonar yorug'ligimiz, ya'ni misol uchun birorta bir yorug'lik manbaidan tepadan yorug'lik tushirdik. O'sha holatda mana bunda e'tibor bersalaring, mana shu joy, mana shu sohaga yorug'lik nima qilmaydi? Yetib kelmaydi. Aynan ana shu yorug'lik yetib kelmaydigan soha o'sha vektorning nimasi bo'ladi? X o'qidagi proyeksiyasi bo'ladi. AX degani A vektorning X o'qidagi proyeksiyasi degani. Hop, tushundilaringmi? Hop, buni topish uchun nima qilamiz? AX ni topish uchun x minusdan x0. Xuddi ana vektor modulini topish kabi, hop, nima bo'ladi? Shunga o'xshash bo'ladi. Deyarli shu bilan bir xil. Hop, mana shu holat uchun endi x minusdan x0. X degani vektor oxirining koordinatasi, ya'ni strelkasi bor joy 5 ekan. X0 vektor boshining koordinatasi. Vektor boshi 1 degan nuqtada turibdi ekan. AX ni topadigan bo'lsam, 5 dan 1 ni ayirayman. Natijada AX imiz hop nech chiqar ekan? 4 chiqar ekan. Demak, keyingi holat. Endi bizda mana bunday holatlar ham bor. Mana shu holatni ham hozir nima qilib qo'yishim kerak sizlarga? Ko'rsatib qo'yishim kerak. Hop, mana e'tibor berasizlar endi. Bu holati juda ham bir muhim bo'lgan holatlardan hisoblanadi. Hop, bu joyda adashmaslik kerak. B vektorini oldik, mana hop nuqtalarni ham belgilab qo'ydik. Mana tepadan o'sha yorug'lik tushiryapmiz yana. Yorug'lik tushirsak, mana bu soha, mana bu sohaga bizda nima bo'lmaydi? Yorug'lik yetib kelmaydi. Mana shu joyda nima hosil bo'ladi? Soya, ya'ni B vektorining x o'qidagi soyasi hosil bo'ladi. Bx. Bx ni topish uchun x dan x0 ni ayiramiz. Endi x nechi? x0 nechi? X imiz vektor oxirining koordinatasi, ya'ni strelka bor joy. Strelkasi bor joyning koordinatasi 2. Hop, vektor boshining boshlanayotgan nuqtasining koordinatasi esa 6. To'g'rimi? x0 imiz 6. Endi bx ni topish uchun 2 dan 6 ni ayirayman. Ayiradigan bo'lsam, minusdan 4 chiqadi. Endi hop vektor proyeksiyasi manfiy chiqishi mumkinmi? Ha, chiqishi mumkin, albatta mumkin. Hop, buni qanday xulosa qilib olamiz? Hozir bu yerda agar bizning vektorimiz, hop, vektorimiz mana bu x o'qi yo'nalishi bilan bir xil bo'lsa, vektorimizning yo'nalishi, hop, bu vektorimizning proyeksiyasi musbat chiqadi. Musbat. Tushunyapsizlarmi? Musbat. Agar berilgan vektorimizning hop yo'nalishi, ya'ni strelkasining yo'nalishi bizning son o'qimizning yo'nalishiga, ya'ni koordinata o'qimizning yo'nalishiga teskari bo'ladigan bo'lsa, bu vektorimizning proyeksiyasi nima chiqar ekan? Manfiy chiqar ekan. Tamom. Xulosa.
yo'nalishi bir xil bo'lsa, x o'qi bilan musbat. Agar yo'nalishi qarama-qarshi bo'ladigan bo'lsa, unda nima qilamiz? Proyeksiyasi manfiy chiqar ekan. Xo'p, tushundilaringmi? Xo'p, menimcha tushundilaring deb o'ylayman. Bundan ortiq bo'lishi mumkin emas endi. Xo'p, bir tomon bo'lsa, strelkasi bilan vektor yo'nalishi bir tomon bo'lsa musbat. Xo'p, vektor yo'nalish bilan son o'qi qarama-qarshi bo'lsa, proyeksiyasi manfiy. Tamom. Xo'p, endi har doim ham vektorning soyasi nima bo'lavermaydi? Xo'p, mana shunaqangi gorizontal yo'nalgan bo'lavermaydi-ku, to'g'rimi? Endi biz hozir bu tepada yerdagi soyasini topgan bo'lsak, endi vektorlarning devordagi soyasini topamiz. Ya'ni y o'qdagi soyasini nima qilamiz? Topamiz sizlar bilan mana. Qiyshiq chizib qoldim. Hech narsa qilmaydi endi. O'chirmagan ekanman endi o'shda rosa haqiqatan ham yaxshigina qiyshiq chizgan ekanman o'zi. Mayli endi. Xo'p, mana y o'qini chizdik va buni nima qilib chiqyapmiz? Nomerlab chiqyapmiz. Ya'ni koordinatasini kiritib chiqyapmiz. 1 2 3 4 5 6. Xullas, mana bu joyga bir vektorni chizdim. Bu vektorimizni S vektor deb nima qildim? Nomlab qo'yibman. Mana ko'rib turibsizlar. Endi hop yon tarafdan nima qilamiz? Melim tushib ketib qoldi. Melim avval endi. Zo'r endi. Shunaqa holat ham bo'lib turadi endi. Demak, yon tarafdan nima qilamiz? Mana bu tarafdan fonarimizni olib, fonarimizni yoritamiz. Yoritadigan bo'lsak, hop, mana bu soha, e'tibor berasizlar, mana yorug'lik manbai, yorug'lik nurlari kelib tushyapti va mana o'sha joylarda, ya'ni yorug'lik nurini strelka qilib chizib ko'rsatib qo'ygan joylarimdan yorug'lik nima qilinmaydi? Hop, nari tarafga o'ta olmaydi. Ya'ni o'sha joylar nima bo'ladi? Qorayib qoladi. Aynan o'sha qorayib qoladigan joyi o'sha vektorning devordagi nimasi bo'ladi? Soyasi bo'ladi yoki proyeksiyasi bo'ladi. S y ni topish uchun biz y dan y0 ni ayiramiz. Y nima? Y degani vektor oxirining koordinatasi, y0 degani vektor boshining koordinatasi. Vektor oxiri o'sha strelkasi bor joyi nazarda tutilyapti. Y-imiz bizda hozir vektor oxiri koordinatasi 4 ekan, y0imiz vektor boshining koordinatasi esa hop 0 nuqtaga to'g'ri kelyapti. S y ni topish uchun 4 dan 0 ni ayiramiz. Ayiradigan bo'lsam, S y-imiz 4 chiqyapti. S y degani hop S vektorining y o'qidagi proyeksiyasi degani. Endi mana bu holatdagi nimasini ko'ramiz? Holatini ko'ramiz. Ikkinchi holatdagi. Ya'ni yana devordagi soyasini ko'ramiz endi. Hop, bizda mana bu holatda berilgan bo'lsa vektorimiz. Xo'sh, mana quyidagicha ko'rinyapti. Juda ham yaxshi ko'rinib turibdi. Hop, hech qanaqangi bitta nima yo'q, muammo yo'q, xudo xolisa. Mana. Xo'sh, buni D vektori deb ataymiz. Yon tomondan yorug'lik tushiramiz. Yorug'lik tushirsak, mana shu joylardan yorug'lik o'ta olmaydi va devorda hop nima hosil bo'ladi? O'sha joylarni soyasi hosil bo'ladi. Ya'ni qorayib qoladi. Ya'ni o'sha joy hop D vektorining y o'qidagi proyeksiyasi bo'ladi. To'g'rimi? Endi bizga nimalar kerak bo'ladi? Y bilan y0 kerak bo'ladi. Dy ni nima qilish uchun? Aniqlash uchun. Hop, dy teng y minusdan y0. Y'imiz nechiga teng? Mana bu joyga yozaman pastiga. Y'imiz 1 ga teng, vektor oxirining koordinatasi, ya'ni strelkasi bor joyi 1. Y0imiz necha bo'ladi? Vektor boshining koordinatasi 7 bo'ladi. Endi biz 1 dan 7 ni nima qilishimiz kerak ekan? Ayirishimiz kerak ekan. 1 dan 7 ni ayiradigan bo'lsam, minusdan 6 chiqadi endi. Ko'rinyapti-gan bittaman yoki masalan o'zi aytyapman, to'g'rimi? Yozib qo'ysizlar endi o'sha joyni. Hop, agar endi bitta xulosa qilib qo'yamiz. Vektor yo'nalishi bilan hop, y o'qning yo'nalishi bir xil bo'lsa, proyeksiyasi musbat. Aks holda esa hop, vektorning yo'nalishi bilan y o'qining yo'nalishi qarama-qarshi bo'lib qolsa, vektor proyeksiyasi manfiy chiqar ekan. Mana shu joyga nima qilib qo'yamiz? Adashmaymiz. Mana shu joyni yaxshilab o'rganib qo'yishimiz kerak. Chunki bu juda ham muhim bo'lgan hop unsur hisoblanadi vektorlar mavzusida. Endi har doim ham vektorlarimiz nima deydi? Vertikal yoki gorizontal holatda nima qila olmaydi? Bu holat yoki mana bunaqa vertikal, gorizontal holatda kela olmaydi, to'g'rimi? Hop, qachondir vektorlarimiz burchak ostida, qiya holatlarda ham nima qilishi mumkin? Kelishi mumkin. O'sha holatda nima qilamiz? Hop, o'sha holatda nima qilamiz endi? Birgalikda mana ko'ramiz hozir. Ana.
Nima qiyshiq chizyapsan? To'g'ri chizdimmi? To'g'ri shekilli. Xo'sh, x, y. Mana bu O nuqta bo'lsin. Xo'p, bizda vektorimiz mana bu holatda turibdi mana. Tasavvur qilaylik. Mana bunday holatda nima qilibdi? Turibdi. Mana shunaqangi qiya holatda ham bo'lishi mumkin. X, y qilib chizib qo'yganim bu Descartes koordinatalar sistemasi. Ham yerdagi nimasi son o'qi, ham devordagi son o'qini oldikda, ikkalasini ham barobar. Mana bu vektorlarni, mana bu joylarni chizib qo'yapman. Ya'ni hop, tepadan yorug'lik tushirganimdagi va yon tomondan yorug'lik tushirganimdagi hosil bo'ladigan oraliqlardagi nimasi, soyasini hosil bo'ladigan oraliqlar. Hozir azon chaqirib qoldi. Shuning uchun bir necha daqiqadan so'ng davom etamiz. Hozir. Ana bo'ldi. Xo'sh. Demak, mana shunaqangi holatda berilgan ekan. Endi nima qilamiz? Xo'p, qaranglar. Bu vektorni birinchi yerdagi soyasini topamiz. Yerdagi soyasi bu. To'g'rimi? Mana shu oraliqda yerdagi soyasi hosil bo'ladi. Ya'ni AX hosil bo'ladi. Shunaqami? Bu x 0, bu esa vektor oxirining koordinatasi bo'lganligi uchun x bo'ladi. Xo'sh, mana. Ko'rib turibsizlar? Hop. Endi yon tomondan yorug'lik tushiramiz. Devordagi soyasi hosil bo'ladi. Mana ko'rinib turibdi. Mana shu holatda, mana shu oraliqda devordagi soyasi hosil bo'ladi. Hop, vektor boshining koordinatasi y0, vektor oxirining koordinatasi esa y bo'ladi. y0 va y. Xo'sh, endi nima qilamiz? Hop. Endi bu vektorimizni proyeksiyalarini aniqlaymiz va uning uzunligini qanday topish kerakligini hozir birgalikda ko'ramiz. Xo'sh, qaranglar. Mana bu joyda mana bu vektorimizni mana AX proyeksiyasi bor-ku, o'shani yo'nalishini haqida gaplashmagan ekanmiz. AX vektorimiz yo'nalishi, vektorimiz qaysi tomonga yo'nalgan bo'lsa, hop e'tibor bersalaring, o'shani yo'nalishida bo'ladi. Hop, vektorimiz hozir mana shu qiya holatda ketadi, x o'qi bo'yicha ketadi, to'g'rimi? Hop, endi devordagi soyasi bo'lsa, e'tibor bersalaring, ham gorizontal o'ngga siljiydi, ham yuqoriga siljib ketayotganligi uchun vektorimizning yo'nalishi yuqoriga bo'ladi. Tushunarlimi? Yuqoriga bo'ladi. Mana AX va AY-larni mana bu holatda mana yozib qo'ydik. Endi bu AX ni vektor proyeksiyasini xohlagancha ko'chirsa bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Son qiymati va yo'nalishi o'zgartirilmagan holatga ko'chiriladi va mana bu holatga men olib keldim. Natijada bu yerda hop nima hosil bo'ladi? To'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ladi. Mana bu joyga o'sha uchburchakni nima qilamiz? Hop, chizamiz. Mana. AY, AX. Mana bu gipotenuzasi bo'ladi o'sha AX. Har doim x va y o'qlaridagi proyeksiyalar o'zaro perpendikulyar bo'ladi. Perpendikulyar. Mana shu narsani mana bu joyda gapiryapman. Hop, kameraga, mikrofonga gapirib qarashimning foydasi yo'q ekan. O'chib qolarmiysanmi deya o'sha paytda degan odam yo'q. A vektorining uzunligini topish, mana bu to'g'ri burchak uchburchakning gipotenuzasini topish bilan bu nima bo'ladi? Barobar bo'ladi. AX ning kvadratiga AY ning kvadratini qo'shib qo'yamiz ildiz ostida. Hop, xuddi shunday qilib topamiz. AX bilan AY ni topishni mana yuqorida ko'rgandik. AX ni topishni x dan x0 dan ayirayman, AY ni topishni y dan y0 dan ayirayman. Endi har doim ham bizga mana bu nima vektorimizning A vektorimizning nimasi berilolmaydi? AX va AY-lari va koordinatalarning qiymatlari berilolmaydi. Bizga mana shu A vektorini gorizont bilan hosil qilgan burchagi alfa beriladi ba'zi bir holatlarda. O'sha holatda AX ni topishni nima qilamiz? AX ni topish uchun vektorning uzunligi A ni burchak kosinusiga ko'paytiramiz. AY, ya'ni devordagi soyasini topish uchun esa vektor uzunligini burchak sinusiga ko'paytiramiz. Siz bu formulani yodlab qo'ysangiz kam bo'lmaysiz. Chunki bu juda ham nima bo'ladi? Hop, testlarimizda ko'p keladi. Shuning uchun buni yodlab qo'yinglar. Bo'laveradimi? Yaxshi yodlab qo'ysalaring ham bo'laveradi. Chunki ko'p keladi baribir. Yod bo'lib ketadi baribir.
Hop, bu yerda lekin uni qanday qilib topish kerakligini nima qilmaganman, keltirib chiqarib yozmaganman, chunki doskamiz tez to'lib qoladi. Shundoq ham o'zi vaqtimiz cho'zilib ketyapti. O'zi cho'zib yuboryapman dars o'tishda nimagadir. Hop, juda ham maydalab yuboryapman shekilli. Hop, davom etamiz. Nechiga kelibmiz demak? 1 2 3. Demak, 4 ga kelibmiz. Biz vektor proyeksiyasini tugatdik. Hamma holatini ko'rib bo'ldik menimcha. Hop, keyingi holat 4 ga keldik. Mana endi bizning asosiy nimamiz, mavzuyimiz vektorlar ustida amallar. Adashmasam shuni gaplashamiz hozir. Vektorlar ustida amallar. Aynan shu jarayon ekan. Ya'ni shu bosqichga kelibmiz. Vektorlar ustida amallar. Hop. A holat deymiz. Vektorlarni nima qilish? Vektorlarni qo'shishning parallelogram usuli. Ikki xil usuli bor. Uchburchak usuli bor, parallelogram usuli bor. Men uchburchak usulini o'rgatmayman, parallelogram usulini o'rgataman. Bo'laveradi. Hop, mana parallelogram chizib qo'ydim. Ya'ni parallelogram usuli degani bu. Hop, nima bo'ladi bunda? Biz bu holatda hozir ikkita vektorni qo'shganimizda, hop, hosil bo'ladigan natijaviy vektorni yo'nalishi qanday topilishi kerakligini ko'ramiz. Tushunyapsizlarmi? Hop, hozir mana ikkita vektor olamiz va buni hozir sizlarga nima qilib beraman? Ko'rsatib beraman. Demak, bizga hop B vektor va mana bu holatda, qiya holatda A vektorimiz berilgan bo'lsin. Ikkala vektorni hop qo'shganimizda hosil bo'ladigan vektorni nima qilishimiz kerak? Topishimiz kerak. Endi nima qilamiz? Hop, buni topish uchun biz nima qilamiz? Hop, e'tibor berasizlar, ikkala vektorni boshini bir nuqtaga olib kelib qo'yamiz. Tushunyapsizlarmi? Ikkala vektorni bosh bor. Mana bu B vektorni boshi, bu A vektorni boshi. Ikkalasining boshini nima qilamiz? Bitta joyga qo'yamiz. Hop, A vektorni boshiga B vektorni boshini olib kelib qo'ysak ham bo'laveradi. Hop, tasavvur qilamiz, A vektori shu joyda turibdi. Endi men mana bu joyga chizib olyapman. Alohida qilib mana chizib oldim. Hop, A vektori o'sha joyda turgan edi. B vektorini olib kelib o'sha boshiga nima qilamiz? Boshini boshiga qilib, ya'ni ikkalasining boshini bitta qilib qo'yamiz. Hop, mana bitta qilib, mana qo'yib qo'ydik. Ko'rdinglarmi? Nima qilganim? Qo'ydik. Endi nima qilamiz? Endi bu yerda biz A vektorini uchidan B vektorini uzunligi qancha bo'lsa, shuncha bo'lgan va unga parallel bo'lgan chiziq tortamiz. Yoki hop shunaqa chiziqni, uzuq chiziqni cheksiz chizsak ham bo'laveradi. B vektorga parallel qilgan holatda. Tushunyapsizlarmi? Cheksiz chizib keta olmaymiz-ku. Hop, endi hop B vektorini uchidan ham A vektorga xuddi shunday parallel uzuq chiziq chizamiz va e'tibor bersanglar, hop tepadagi chizgan uzuq chizig'imiz bilan mana bu yon tarafdan chizilgan uzuq chizig'imiz ikkalasi kesishadi. Bizda hosil bo'ladigan natijaviy vektorimiz mana shu. Hop, ikkala vektorni boshidan ikkala uzuq chiziq kesishgan nuqtaga yo'nalgan bo'ladi mana. Ya'ni bu parallelogramning katta deganali bo'lib qoladi. Mana ko'rinyapti. Hop, mana shu parallelogramning katta deganali. Ya'ni C vektor bo'ladigan bo'lsa, o'sha C vektorimiz hop bu ikkala vektorning, ya'ni A va B vektorlarining qo'shilishidan hosil bo'ldi, yig'indisidan hosil bo'ldi. Tushunarli? Ya'ni C vektor degani A vektor plyusdan B vektor bo'ladi mana. Xo'sh. Shunaqa gaplar. Hop, tushunarli-a? Hop, buni hozir uzunligini qanday qilib topish kerakligini bir necha daqiqadan so'ng ko'ramiz. Sabr qilib turasizlar endi. Hop, endi keyingi usulimiz B. Vektorlarni ayirishni hop parallelogram usulini hozir sizlar bilan nima qilamiz? Birgalikda ko'ramiz. Qanday bo'ladi bu usulimiz? Vektorlarni ayirishni parallelogram usuli, ya'ni parallelogram chizib qo'yibman yana. Xo'sh, mana. Endi bundan nima qilamiz? Vektorlarni ayirishning parallelogram usuli. Bu ham xuddi shunga o'xshagan bo'ladi. Hop, mana ikkita vektor berilgan bo'ladi. Bu A vektor bo'ladi. Mana bunday. Bizga B vektor berilgan bo'ladi. Hop, ikkala vektorni nima qilamiz hozir?
Hop, yana o'sha gap, boshini bitta qilamiz. Ikkalasini A vektorini boshiga B vektorini boshini olib kelib qo'yaman mana. Mana qo'ydim, ko'rdinglarmi? Olib kelib qo'ydim. Yana o'sha gap, A vektorini uchidan, ya'ni strelkali joydan B vektorining uzunligi qancha bo'lsa va unga parallel bo'lgan uzuq-uzuq chiziq chizaman. Hop, B vektorining uchidan ham A vektoriga parallel bo'lgan chiziq tortaman mana. Chiziq tortib ketdim. Ko'rdilaringmi? Hop, chiziq tortildi. Hop, bu yerda hosil bo'ladigan nimamiz? Ikkala vektorning ayirmasidan hosil bo'ladigan vektorimiz bu nima bo'ladi? Shu parallelogramning kichik diagonali bo'ladi. Xo'sh, tushundilaringmi, tushunmayapsizlar? Kichik diagonali bo'lib qoladi. Chunki ikkita vektorni ayirsa, kichik vektor hosil bo'ladi. Shuning uchun bu kichik diagonalni hosil qiladi. Mana kichkina diagonal. Endi bu kichkina diagonalning yo'nalishi qaysi tomonga qaragan bo'ladi? Bu yo'nalishni hal qilishimiz kerak bo'ladi hozir bu yerda. Hop, yo'nalishi shunday bo'ladiki, hop, biz qaysi vektordan qaysi vektorni ayirayotganimizga bog'liqda. Ya'ni bu hozir D vektor bo'lsa, D vektorimiz misol uchun A vektor minusdan B vektor deb yozdim mana. Hop, bu yerda chiqadigan D vektorimiz, hop, A dan B ayrilsa, A ga yo'nalgan bo'ladi. Agar B vektordan A vektor ayrilsa, B vektorga yo'nalgan bo'lar edi. Hozir A dan B ayrilyapti. Shuning uchun D vektorimizning yo'nalishi hop qaysi vektorga yo'nalgan bo'ladi? A vektoriga yo'nalgan bo'ladi. Hop, mana shuni esdan chiqarmangizlar. Xo'sh, mana. Bo'ldi, tamom. Vektorlarni ayirishni shu mana parallelogram usuli hisoblanadi. Ana endi oxirgi nimalarimiz qoldi? Hop, asosiy joylarimiz qoldi. Eng muhimi. Hop, ya'ni bu umumiy mavzuni nima qiladi? Hozir birlashtiradigan nuqtasiga yetib keldik. Ya'ni vektorlarni qo'shish deb yozinglar. Nechinchi nomer? Hop, 5. Vektorlarni qo'shish. Hop, endi nima qilamiz? Xo'sh, yozinglar. Vektorlarni qo'shish bu natijaviy vektorni topish degani. Vektorlarni qo'shish degani bu natijaviy vektorlarni topish degani. Hop, vektorlarni qo'shish hozir natijaviy vektorga nima bo'ladi? Hop, teng bo'ladi. Ya'ni natijaviy vektorni top degani bilan vektorlarni qo'shish degani ikkalasi bir xil gapda, tushunyapsizlar? Hop, shuni hozir tushuntirmoqchiman sizlarga. Mana yozyapman. Vektorlarni qo'shish teng bo'ladi natijaviy vektorga. Hop, natijaviy vektorga. Xo'sh, demak, endi buni nimalarni ko'ramiz? Bir nechta holatlarni ko'ramiz va sizlar buni yaxshilab tushunib olasizlar, xudo xolasa. Hop, demak, hop, boshlaymiz. A holat. Ikkita vektor berilgan bo'lsin. A vektor va B vektor. Hop, A vektorining uzunligi 5 bo'lsin, B vektorining uzunligi 3 bo'lsin. Ikkala vektorning yo'nalishi bir xil bo'lsin. Bizda savolda hop modulning ichida A vektor plyusdan B vektor so'ralayotgan bo'lsa, ya'ni hosil ikkala vektorni qo'shganimda hosil bo'ladigan vektorning uzunligi so'ralyapti-da bu yerda. Hop, buning uchun nima qilamiz? Agar vektorlarni qo'shayotgan bo'lsak, yo'nalishlari bir xil bo'lsa, biz ularni hop, nimalarni, modullarini shunchaki qo'shib qo'yamiz. Hop, ya'ni hosil bo'lsa qanaqadir C vektor yoki D vektor hosil bo'lsa, o'sha hop ikkalasini yig'indisiga teng bo'ladi, ya'ni uzunligi. Hosil bo'ladigan vektorning uzunligi ikkala vektorning yig'indisiga teng bo'ladi. Uzunliklari yig'indisiga 3 plyusdan 5, ya'ni 8 bo'ladi. Keyingi bir holatimiz, ikkita vektor berilgan bo'lsin, bizga A vektor va B vektor bo'lsin. Ikkala vektorimiz mana bir-biriga nima bo'lib qolsin? Qarama-qarshi bo'lib qolsin. Bittasining uzunligi 6, bittasining uzunligi 2. Endi bu holatda savolda bizda modulda ichida A vektor plyusdan B vektor so'ralayotgan bo'ladi. Nima qilamiz biz bu yerda? Vektorlar yo'nalishi hop, qarama-qarshi bo'ladigan bo'lsa, biz vektorlarni qo'shayotganimizda, hop, ularni yo'nalishi qarama-qarshi bo'lganligi uchun nima qilib qo'yamiz? Kattasidan kichigini ayirib qo'yamiz. Natijada bizda hosil bo'ladi. A minusdan B teng, ya'ni hop 4 degan vektor hosil bo'ladi. Uzunligi 4 bo'lgan vektor hosil bo'ladi. Tushundilaringmi? Hop, yo'nalishi bir xil bo'lsa qo'shamiz, qarama-qarshi bo'lsa ayirib qo'yamiz. Qachon? Vektorlarni qo'shishda yoki natijaviy vektorni aniqlashda. Keyingi so'ramiz, ya'ni C holatimiz degani, C holatimiz.
Hop, endi bizda vektorlarimiz mana bunday holatda bo'lsin. Bittasi vertikal yo'nalishda bo'lsin, bittasi gorizontal yo'nalishda bo'lsin. O'sha holatlarda qanday qilib topamiz? A vektorining uzunligi, misol uchun, xo'sh, 6 bo'lsin. B vektorining uzunligi, misol uchun, hop, 8 bo'lsin. Endi uzunroq chizib qolsalar B vektorni o'zlari. Hop, endi shu holatda nima qilamiz? Ikkala vektor o'zaro bir-biriga qanday turibdi? Perpendikulyar turibdi. Perpendikulyar turgan bo'lsa, biz nima qilamiz? Natijaviy vektorni yoki yig'indi vektorini topish uchun, ya'ni savolda o'sha C vektorini topish uchun savolda o'sha yana A vektor plyusdan B vektor yozib qo'yilgan bo'ladi modul ichida. Hop, mana shu hosil bo'ladigan vektor uzunligini topish uchun, ya'ni o'shani C deb belgilab qo'ydim. Buni topish uchun nima qilamiz? Ildiz ostida perpendikulyar bo'lganligi uchun ikkalasi kvadratlarini qo'shib qo'yamiz. Ildiz ostida A ning kvadrati plus B ning kvadrati, ya'ni bu 6 ning kvadratga 8 ning kvadratini qo'shsam, hop, 64 plusdan 36 bo'lib, ildiz ostida 100. Undan 10 chiqadi. Buni hamma biladi-ku, to'g'rimi? Hop, shuning uchun maydalab o'tirmadim. Hop, keyingisi. Xo'sh. D holatimiz endi muhimroq. Hop, D holatimiz. Diqqat bilan qarab turasizlar endi. Xo'sh, bizda D holatda ikkita vektor berilgan bo'ladi. Hop, A vektori va B vektori. Endi ikkala vektorimiz qanaqa holatda? Qandaydirki alfa burchak ostida turgan bo'lsa, bizdan hosil bo'ladigan, bizda savolda hosil bo'ladigan xo'sh. Hosil bo'ladigan C vektorining uzunligi so'raladi. Hop, shu bilan tugatib edik. Xo'sh, endi qaranglar. Bu yerda endi nima qilamiz? Hop, bu yerda endi vektorlarni nima qilish ekan? Ayirish, nisbiy vektorni topish. Hop, bir nechta holatlarni ko'ramiz buni ham. A, B, C, D. Xullas, A holatda ikkita vektor berilgan bo'lsin, ikkala vektor yo'nalishlari bir xil bo'lsa, bittasi 6 uzunligi, bittasini uzunligi 2 bo'lsin. Va savolda modul ichida A vektor minusdan B vektor so'raladi. Hop, ya'ni vektorlarni ayirish deganida bu yoki nisbiy vektorni topish degani. Hop, A dan B ni ayiradigan bo'lsam, 6 dan 2 ni ayirib qolma 4 chiqadi. Keyingi holatimiz B holat. Hop, ikkita vektor berilgan bo'ladi bizga. Hop, bittasining uzunligi 3, bittasining uzunligi 1. Ikkalasi bir-biriga qarama-qarshi, ya'ni bizda savoldan vektorlarni ayir deyapti. Hop, qarama-qarshi bo'lsa, biz bu vektorlarning uzunliklarini qo'shib qo'yamiz. 3 ga 1 ni qo'shib qo'yamiz. Natijada hop, necha hosil bo'ladi? 4 hosil bo'ladi. Keyingi C holatimiz. Bizga ikkita vektor berilgan bo'ladi. Bittasi vertikal, bittasi gorizontal. A vektorimiz 3, gorizontal yo'nalgan B vektorimiz esa 4 bo'ladi. Bu holatda biz hop, hosil bo'ladigan, ya'ni savolda so'ralayotgan A vektor minus B vektorini topish uchun hop, ildiz ostida bularning kvadratlarini bir-biriga nima qilib qo'yamiz? Xo'sh, qo'shib qo'yamiz. Tamom. Hop, xuddi anu tepadagi bilan bir xil. 3 ning kvadratga 4 ning kvadratini qo'shsam 5 chiqadi. D holatimiz keyingisi, oxirgisi ikkita vektor berilgan bo'ladi. Hop, A vektor va B vektor ikkalasi o'zaro qandaydirki nima ostida? Burchak ostida bo'ladi. Hop, bu holatda biz bu vektorlarni nimasini topish uchun hop, kosinuslar teoremasiga qo'yamiz. Ildiz ostida A kvadrat plus B kvadrat minus 2A B kosinus alfa. Alfa bu ikkala vektor orasidagi burchak. Hop, tepadagi natijaviy vektor yoki vektorlarni qo'shdi. 2AB ni oldi, musbat bo'ladi. Nisbiy vektorda esa hop, bu ishora nima bo'lar ekan? Manfiy bo'lar ekan. Hop, tushundilaring? Hop, mana bu joyda o'shani tushuntiryapman. Natijaviyda musbat, ikkalasini 2AB ni oldi. Nisbiyda esa bu ishoramiz manfiy bo'ladi. Hop, mana shunga adashmasalaring bo'ldi. Hop, qolganlari nima bo'ladi? Bir xil bo'ladi. Endi bularni yaxshilab yodlab, o'qib o'rganmaganingizdan keyin xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Hop, ko'p masala ishlasak, xudo xolasa buni yana ham yaxshiroq tushunib olasiz. Shu bilan hop, vektorlarni qo'shish, natijaviy vektorning yo'nalishini topish, proyeksiya, soya, xullas modul, shunga o'xshagan narsalar o'z nihoyasiga yetdi. Ya'ni fizikadagi eng muhim bo'lgan asosiy mavzu tugadi, xudo xohlasa. Hop, hammasi yaxshi bo'ldi degan umiddaman. Endi ba'zi bir elementlarni hisobga olmaganda. Xo'sh. Xullas, shu bilan bugungi mavzuyimiz tugadi.
Hop, savollaring bo'lsa guruhga yozaverasizlar. Telegram guruhimizga murojaat qilaverasizlar. Hop, astoydil vazifani yaxshilab o'qib, yaxshilab ishlashga harakat qilinglar. Harakat qilaversalar, xudo xolisa, yaxshi bo'ladi. Hop, sizlar nima qilib qo'yishlaring kerak? Buni albatta daftarlaringga chiroyli qilib qoralab, ya'ni yozib, chiroyli yozib qo'yishlaring kerak. Shunda yana ham hop, bilimlaring nima bo'ladi? Mustahkamlanadi. Hop, shuning uchun yozish kerak, dangasalik qilmasdan. Rasmga olib tashlab qo'yaman, albatta doskani. Hop, bu video chiqqungacha albatta o'z tashlab qo'ygan bo'laman. Hop, shunaqa gaplar og'aynilar. Xullas, bo'pti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.